havoday, mayin saboday, sen jon huzuri, dilgir navoday. Go'zalsan buncha, nozik gul buncha, sela qolay kun tun botguncha. Ayt nima qilay, yana nima dey, roziliging olish uchun boydoday. Ayt nima qilay, yana nima dey, roziliging olish uchun boydoday. Hadi hadi hadi, ushla qo'ling mani, qizitay sevgingni telba desangni. Hadi hadi hadi, ushla qo'ling mani, qizitay sevgingni telba desangni. Добрый вечер, уважаемые друзья. Добрый вечер, жители прекрасного жемчужного города Самарканда. Мы приветствуем вас сегодня в этот новогодний бал, где присутствует очень много гостей и жителей этого прекрасного, замечательного города. Ну что ж, друзья, ваши бурные аплодисменты на нашей сцене. Музыкальную страничку открывает замечательный певец Ильхом Фармонов. Sen bo'lsan dardu g'amlardan ranjimas manon baxt kular damda. Hayolda sen bo'lsan dardu g'amlardan ranjimas manon baxt kular damda. Muhabbatimdan go'zal damlardan shunday baxt uchun shodlanaman. Shodlanamanda, shodlanamanda, shunday baxt uchun shodlanamanda. Shodlanamanda, shodlanamanda, shunday baxt uchun shodlanamanda. Yangi yillarida muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar. G'am alam dardlardan ko'ngil daryoq. Taqdirdan mamnunman, shunday yorug'. G'am alam dardlardan ko'ngil daryoq. Senga bog'lanib berganim uchun shunday baxt uchun shodlanaman. Shodlanamanda, shodlanamanda, shunday baxt uchun shodlanamanda. Shodlanamanda, shodlanamanda, shunday baxt uchun shodlanamanda. Hammaning keladi bizga havasi. Shamolda esadi tinchlik nafasi. Hammaning keladi bizga havasi. Topganda baxt e'tibor bergan mevasi. Shunday baxt uchun shodlanaman. Shodlanamanda, shodlanamanda, shunday baxt uchun shodlanamanda. Shodlanamanda, shodlanamanda, shunday baxt uchun shodlanamanda.
dardim sani ko'zingni sehridanmidi aylanaman sani bo'ylaringdan yuqoridagilar dildashirim dardim sani ko'zingni sehridanmidi aylanaman sani bo'ylaringdan jon ichimda qiynoq bo'lib faryod bo'lib firoq bo'lib yuragimda yashaysan sen tanovoru ushoq bo'lib jon ichimda qiynoq bo'lib faryod bo'lib firoq bo'lib yuragimda yashaysan sen tanovoru ushoq bo'lib hadi bakalım. qalam qoshing qoqib o'tsang ko'z qirida boqib o'tsang qalam qoshing qoqib o'tsang ko'z qirida boqib o'tsang kiprigingdan otib o'tsang marvaridlar taqib o'tsang tutmasdan yonarman shirin jonim yoqib o'tsang aylanaman sani bo'ylaringdan jon ichimda qiynoq bo'lib faryod bo'lib firoq bo'lib yuragimda yashaysan sen tanovoru ushoq bo'lib Ana heyecanlandım benim. yetarman desam yo'l o'zing uzarman desang yo'l o'zing yetarman desam yo'l o'zing uzarman desang yo'l o'zing ertayu kech sozim desan nolayu ovozim desan yangraydi ko'nglim kuylasam men bilgan bitta kuy o'zing aylanaman sani bo'ylaringdan jon ichimda qiynoq bo'lib faryod bo'lib firoq bo'lib yuragimda yashaysan sen tanovoru ushoq bo'lib jon ichimda qiynoq bo'lib faryod bo'lib firoq bo'lib yuragimda yashaysan sen tanovoru ushoq bo'lib tanovoru ushoq bo'lib Marhamat qilsanglar. Farizoda. Bugun davramiz mana juda chiroyli, fayzli bo'layotgan ekan. Men ona haqida qo'shiq ijro etgim keldi. Bu qo'shiqni mana shu davramizni fayzli ko'rki bo'lgan. Mana yuqorilarda hoji onalarimiz bugun mana bayram xursandchilik davrasida fayz to'kib o'tirgan onalarimizga, hammalariga ta'zim qilib uzoq umr tilab turib, yangi ona haqidagi qo'shig'imizni onajonlarimizga havola qilamiz. Agarda qo'lingda bo'sh bo'lsa onalarimiz uchun bitta gulduros qarzi chalib olsanglar. Marhamat.
so'zlarda ma'no ko'p, siz aytgan so'zlarda ma'no ko'p, nur to'la ko'zlarda ma'no ko'p, siz aytgan so'zlarda ma'no ko'p, siz kabi onalar bor yurtda, olim ko'p, shoir ko'p, dono ko'p, siz kabi onalar bor yurtda, olim ko'p, shoir ko'p, dono ko'p. 30ga kirsak ham ona biz, Kelsinlar. baribir siz uchun bolamiz. 40ga kirsak ham onajon, baribir siz uchun bolamiz. Uzmayim duolar zanjirim, siylaysiz farzandlar har birim. Uzmayim duolar zanjirim, siylaysiz farzandlar har birim. Kelinlik yo'llik bo'lsak ham, ko'rmaymiz mehringiz oxirin. Kelinlik yo'llik bo'lsak ham, ko'rmaymiz mehringiz oxirin. 40ga kirsak ham ona biz, baribir siz uchun bolamiz. 50ga kirsak ham onajon, biz baribir siz uchun bolamiz. Sog' bo'linglar onajonlar. Qaynamona kayfiyat sizlarni hech qachon tark etmasin. Quyoshsiz bizga nurlashgan, tojimsiz boshimga yarashgan. Quyoshsiz bizga nurlashgan, tojimsiz boshimga yarashgan. Afv eting, e'tiborsiz qoldiring, bo'lsak biz salgina adashgan. 60ga kirsak ham ona biz, baribir siz uchun bolamiz. Garchi shoh bo'lsak ham ona biz, baribir siz uchun bolamiz. To'la ko'zlarda ma'no ko'p, siz aytgan so'zlarda ma'no ko'p, siz kabi onalar bor yurtda, olim ko'p, shoir ko'p, dono ko'p, siz kabi onalar bor yurtda, olim ko'p, shoir ko'p, dono ko'p. Marhamat aziz yurtdoshlar, sabr qilinglar. Onajonlar. Marhamat onajonlar. Samarqandli chitu baloyi, dari Samarqandli chitu baloyi. Anon baroyat aziz nom mehriboni, dasta daste dilam shikasте. Anon baroyat aziz nom mehriboni. Yuqoridagilarni ham raqsga taklif qilamiz. Pastga. Marhamat. Ayajonlar. Hay baloyi bo'lmad, qurboni nomad, baloyi bo'lmad, ey qurboni nomad. Mesham g'ulom nomad, bobe qarori, mesham g'ulom nomad, bobe qarori. Dari Samarqandli chitu baloyi, dari Samarqandli chitu baloyi. Manon baroyat aziz nom mehriboni, dasta daste dilam shikasте. Manon baroyat aziz nom mehriboni.
Сегодня, друзья, мы пригласили именно такого человека, который не только заставит вас улыбаться, но и продлит вас на много-много лет. Заслуженный артист Узбекистана Абид Асомов. Добрый вечер, здравствуйте, уважаемые гости. С наступающим Новым годом вас всех. O'zbekda bir gap bor, aytilmagan joyga deydi, yo'nilmagan tayoq deydi. Biz ham nozli bo'lib qolganmiz. Siylab chaqirmasa bormaymiz. Chaqirgandan keyin boramiz. Yana ozgina noz qilib keyin boramiz. Artist xalqi shunaqa. Endi Samarqandga ko'p kelamiz. Bugun mana yana kelibmiz bahonai sabab. Mana endi Ilhom Parmonov hozir sizlarga qo'shiqlar aytdi. Ilhom Parmonov o'sha Samarqandlik. Shu yerga propiskaga o'tib olgan u. Uyda bolalari ham adang qanacha, Samarqandga ko'chib ketgan deydi. Sizga alohida. Samarqandliklarni maqtamasdan men to'g'risini aytaman, biz nuqul maqtanib yurardik, biz Toshkentlikmiz. Poytaxtda tug'ilganmiz. Toshkent O'zbekistonning poytaxti, biz qayoqda? Hozir dunyoni qaysi burchagiga borsam, albatta Samarqandlikni ko'rmasam bo'lmaydi. Amerikani egallab bo'ldinglar. Menimcha shu Obama ham shu Samarqanddan u. Shu Dagbitskiy ko'chada tug'ilgan. O'xshaydi. O'sha atrofda bir jo'gi mahallada tug'ilgani u qop-qora. Nimaga nuqul green cardni Samarqandga beradi, Toshkentliklarga shoptali qoqi ham yo'q. Amerikaga borsam faqat Samarqandliklarni ko'raman, Xudoning qudrati. Yaqinda Yevropaga bordik. Avstriyaga, Vena shahriga. O'sha yerda ham bor ekan, o'zbeklarimiz konsert berdik. Tabiati ham chiroyli, tog'larning orasida, havo toza, ko'chalar juda ozoda. Vena vaqti bilan soat 8 tong 4 soat farq qilar ekan O'zbekiston bilan. Shu paytda Toshkentda 12. U yoqda ertalab 8. Bir o'zim yuribman Avstriyani tomosha qilib, Venani. Chiroyli imoratlar, chiroyli binolar. Hech kimni tanimayman, nemis tilini bilmayman. Aylanib yursam tepadan "Obed!" deb qoldi-yu. Aytdim, "Ya tavba, Avstriyada meni kim taniydi?" Shunday qarasam, ikkita kvartiradan bir 15 ta kalla chiqib turibdi. Assalomu alaykum. Qalay, Obid aka? Shimo nag'izmi? Rahmat aka, nag'zat. O'zinglar qalay? Qayerdansizlar? Aka, biz Samarqanddan. Bu yerda nima qilyapsizlar? Mana shu ikkita kvartirani yevro remont qilyapmiz. Qoyil qoldim. Avstriyada biz o'zbeklarimiz yevro remont qilyapti. Shuning uchun aytaman, Amerika haqida gapirmasa ham bo'ladi. Amerikani, New York shahrini biz egallab bo'ldik, Xudoga shukr. Mana shu ko'pchiliginglar borasizlar, kelasizlar. Men oktyabrda ham Amerikada edim. Bu gal 3 ta shtatida konsert berdim. New Yorkda, Chicagoda, keyin Arizona degan joyga ham bordim. O'sha yerda ham o'zimiznikilar yuribdi, Xudoga shukr. Endi New Yorkda yursangiz maza. Restoran Samarqand, restoran Afrosiyot, restoran Toshkent, restoran Navruz, eski shahar degan chiroyli restoran ochishibdi. Unga ham kirdim. Lekin Arizonada mazam qochdi. G'ijduvon kaboblari deb yozib qo'yibdi. Biz Toshkentda turib G'ijduvonning qattiqligini yaxshi bilmaymiz-ku. Bu Arizona shtatidagilar qayerdan biladi? Shuning uchun sizlarning boringlarga shukr. Men ko'p joyda gapirsamchi, bir xillarni jahli chiqadi. Ayniqsa ayollarni maqtasam, endi kechirasizlar, ayol zotini qonida borda rashk degan narsa. Men ko'p joyda aytamanki, O'zbekistonning ayollari o'zi chiroyli. Mana shu yerda ham hozir men qarab turibman, 80% ayollar. Erkaklar ana burchak-burchagida o'tiribdi. Sentr joyda sizlar o'tiribsizlar. Chunki biletni erkak olgan, sizlar dam olyapsizlar. Hayot shunaqa. Erkak endi rabochiy klass,
pul topadi, xotinga bilet olib, sentr joyga o'tkazib qo'yadi, o'zi oyoqda sigaret chekib o'tiradi. Bizda ayollar go'zal, gap bo'lishi mumkin emas. O'zbek ayoli juda go'zal. Endi ayniqsa Samarqandning ayollari go'zal desam, bizni Toshkentlik ayollar xafa bo'ldi. Nimaga siz Samarqandga sotildingiz? Nimaga Samarqandning ayollari go'zal bo'ladi? Men aytdim, sababi Samarqand sohib qiron Amir Temur bobomizning vatani. Amir Temur bobo Samarqandda yashaganlar. Yer yuzini 5dan 1ni egallagan ulug' inson, zo'r sarkarda. Amir Temur bobomiz ham erkak bo'lganda, mujik. Qaysi mamlakatga borsa, Eronga boradimi, Arabistonga boradimi, Turkiyani bosib oladimi, go'zal ayollarni qoldirmagan ekan. Ana Samarqandga. Tak, men bu 300 ta ayol Samarqandga. Hamma go'zallarni Samarqandga yig'ganlarda bobo kalonimiz. O'shalarning avlodi yashayapti. Shuning uchun Samarqandning ayollari nihoyatda go'zal, umringlar uzoq bo'lsin. Endi bu gapni bemalol gapiryapman, sababi xotin Toshkentda qolgan, g'irt toshkanlik. Biz yaqinda bayram qildik xotinim bilan. 25 yil bo'pti turmush qurganimizga. Ruschasiga aytganda serebrenная свадьба der ekan. Bir qimmat restoranda o'tirdik, chiroyli dasturxon qildik. Haligi yigitimiz ruscha gapirdi-yu, restoranda ham hamma ruscha gapirar ekan. Mana aytdim, сделайте нам хороший стол. Сегодня у нас праздник, серебряная свадьба. Будем сидеть двое, я и жена. Ресторан закрыт. Ходжаин aytdi, Abitaka, для вас мы на все готовы. Ресторан закрывается, будете отдыхать двое. От нас презент от ресторана, оркестр будет вам играть живую музыку. Orkestr chalib o'tiribdi, dasturxon zo'r, keliniz men chiroyli dasturxon qildik. Ha endi ovqat berishdi. Birinchisiga bilmadim, shu bo'rish berdimi, sho'rva berdimi, esimda yo'q. Sababi kelinizning kosasiga bir narsa tushibdi-da. Hasharot. Shumolimi? Bilmayman, u bir chivinmi, pashshami? Sizni yuribdi. Kelinizni jahli chiqdi, ruschani yaxshi bilmaydi. Официант dedi. Rus yigit da dedi. Уберите от меня этого маленького паразита dedi. Shunaqa dedi. Bir govdali yigit kelib, meni shartda yoqamdan olib, ko'chaga olib chiqib ot borsa bo'ladimi? Bu parazit deb meni o'ylabdi. Men aytdim, ya'ni parazit, я ее муж dedim. Parazit tam kasushki плавает dedim. Извините dedi menga qarab. Mana shunaqada edi, rus tilini chala yarim bilamiz. Rossiyada men ko'p yuraman. Yaqinda Moskvada edim. 31-dekabr kuni televizorni qo'ysanglar, ko'pchilik aytadi, "Obitaka, televizorda chiqmaysiz." Mana 31-dekabr soat 10 dan 12 gacha televizordan tushmayman men. 2 soat ko'rsatadi. Faqat uzr Rossiya kanalidan ko'rsatadi. O'zbekistondan emas, u yoqdan ko'rsatadi. Yoqib qo'ysanglar ko'rib turasizlar. Yaqinda shunga borib keldim Moskvaga, televizorni qo'ysam, Rossiyaning prezidenti chiqdi, Vladimir Vladimirovich Putin. Endi bechoraga ham juda qiyin, tashvish shuni boshida, qiyin rahbar insonga. Nuqul yig'lab chiqardi. Bu gal kulib chiqdi, xursand. Уважаемые россияне, я хочу вас поздравить. В этом году в России повысилась rождаемость. Tug'ilish ko'payibdi Rossiyada. Putin xursand. Yonimda Rossiya xalq artisti Yevgeniy Petrosyan o'tirdi. Menga qarab, "Видишь, Abit, у нас в России рождаемость повысилась." Aytdim, Yevgeniy Vaganovich, не смешите меня. У вас в России рождаемость повысилась. У вас рождаемость повысилась, потому что мы узбеки здесь появились. To'g'risi, voy biz bordik, hamma yoq bola bosib ketdi. Biz Yulduzxon bilan Koreyada konsert berdik. Ana Seul shahrida
ishoninglar, men hayron bo'ldim. Koreyada nima qilaman? Koreys tilini bilmasam. Voy, 1,5 mingta o'zbek keldi. 1,5 mingta. Eng qiziq joyi faqat ayollar. Erkak zoti yo'q. Bir ayoldan so'radim, "Zinim bu erkaklar ko'rinmaydi. Eringlar qani?" Desam, g'alati ayol ekan. "Obid aka, bizni erlarimiz o'zbekchani bilmaydi" dedi-da o'tib ketdi. Men tushunmadim uni gapiga. Zalda bir 200 ta karis bola yuribdi. Hammasini basharasi bir xil, kserokopiya. Ota-onasi ham adashtirib qo'ysa kerak. Juda bir-biriga o'xshaydi. Xuddi bir zavoddan chiqqanday. Men gapirib turdim, bir 5 yashar koreys bolasi gul ko'tarib chiqib menga o'zbekchalab "Rahmat, Obid aka" dedi. Voy malades, o'zing o'zbekchani bilasanmi desam, "Men o'zbekman" dedi. Voy umringiz bo'lsin seni. Koreyada yuraverib o'xshab ketibsan-da. Oting nima dedi bolam? Oybek. Yashavor Oybek, umringiz bo'lsin. Dadang oti nima? Chan Chun San dedi. Keyin bilsam, ayollar hammasi karislarga ergitib olgan ekan. Endi muhabbat, sevgi, uni aybi yo'q. Endi yangi yil arafasida inson yaxshi niyat qiladi azizlar. Yana qaytaraman, bu g'alati bayram. To'g'ri, yangi yil kiradimi, kirmaydimi deydi bir xillar. Yo'q, o'rtoqlar. Baribir nishonlaymiz. Bir tarafdan xursand bo'lamiz. O'tayotgan yil qanday o'tdi, nima ishlar bo'ldi. Bir tarafdan ozgina xafa bo'lamiz. Umrimiz yana 1 yilga qisqardi. Yoshimiz 1 yoshga ulug' bo'ldi. Lekin bolaligimizdan shu bayramni yaxshi ko'rganmiz. Shuning uchun haligacha yangi yilni kutamiz. Men endi bilmadim-ku, masalan, Samarqandda qanday kutiladi? Endi O'zbekistonda nazarimda hamma yoqda bir xil kutiladi. Masalan, ruslar aytadi: "Какое любимое блюдо новогоднее у разных наций" deydi. Например, aytaman, u казахов новогоднее любимое блюдо бешбармак. У узбеков любимое блюдо плов. Новогоднее блюдо. У итальянцев пицца. А у русских напиться. To'yib aroq ichsa o'ris bo'ldi, shu yangi yil shu. Biz o'zbegimiz qiziq. Dasturxonni zo'r qilib qo'yamiz. Har xil ovqatlar, Coca-Cola, Fanta, bir narsalar ish qilib tayyorlaymiz. Bolalar keladi. "Dada, Coca-Cola'dan ichsam maylimi?" To'xta. 12 da ichasan. Tegma. "Dada, Fanta ichsam?" Yo'q. 12 da ichasan. Dasturxonga yaqinlashma. Bu bola bechora 10 da uxlavoradi. Coca-Cola ham, Fanta ham o'zimizga qoladi, Xudoga shukr. Shuning uchun dunyoni har millati rostdan ham har xil nishonlaydi. Mana Hindiston degan joy bor. Ishani degan serialni rosa ko'rdinglar yotib olib. Hindlarimiz juda ajoyib. Ichinglarda Hindistonga borganlar yo'qmi bilmadim-ku. Men yolg'on bo'lmasin bir 20 marta bordim Hindistonga kamida. Eng uzoq turganim 45 kun turdim. Mana shu bilib qo'yinglar, shu Ishani degan serialli ishqibozlari endi televizorda uncha ko'rinmaydi-da. Dunyoda eng ozoda mamlakat shu Hindiston shu. Bir yilda 2 marta cho'milishadi. Bahorda bir cho'milishadi, yomg'ir yog'ganda. Keyin kuzda bir cho'milib olishadi. Bo'ldi. Boshqa payt suv yo'q. Ya 2 milliard aholi bor. Kechirasizlar-ku, 2 milliard odamga suv u yoqda tursin, tualet yetkazib bo'lmaydi. Shunaqa mamlakat. Dunyoni qarshi burchagidan kelsam, bolalarim quchoqlab o'pib tashiydi. Dadamiz keldi, dadamiz keldi. Hindistondan kelsam, bolalarim mamla qiladi. "Assalomu alaykum, ada yaxshi keldingizmi? O'sha yerda turavering, yaqinlashmang." Endi shu ahvoliga hindlar nima qilar ekan deng? Yangi yil kuni bir-birini ustiga kraska separ ekan. Avval jinni o'zi suv yo'q. Uni qachon yuvasan, qayerda yuvasan? Yaponlarni qarang, aqlliligini bir-birini ustiga toza suv separ ekan. Yangi yil kuni shu suvday pokiza bo'lgin deb, bu yaponlarning orzusi, yaponlarning niyat. O'rislar boya aytdim, to'yib aroq ichsa shu yangi yil. Endi bizni o'zbek
Nishonlasak har kun nishonlaymiz-ku, lekin yangi yil kuni ham dasturxonni qilib, rostdan ham shu 12 ni poylab o'tiramiz. Endi sizlar ham hozir bu yerda nafaqat Obid Asomovni, nafaqat Ilhom Parmonovni, balki yana bir ulug' san'atkorimizni poylab turibsizlar. Endi bu san'atkorimiz mana kuni kecha Toshkent shahrida bir yangi disklarni, yangi qo'shiq albomlarini prezentatsiya qildilar. Biz dunyoni ko'p burchaklariga bu kishi bilan birga boramiz. Ancha yildan beri do'stmiz. Iloyim ko'z tegmasin. Samarqand ahli juda sevadi. Nafaqat Samarqand, O'zbekiston, nafaqat dunyo ahli. Bu kishining shinavandalar yer sharning hamma burchagida bor. Uzoq ta'riflamayman. O'zbek san'atining primadonnasi, o'z sohasining haqiqiy ustasi, Xudo bergan san'atkor, O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovani kutib olamiz. Assalomu alaykum hammalaringizga. Kirib kelayotgan yangi yil hammalarga muborak bo'lsin. Sal turib hammani davraga taklif qilamiz. Marhamat.
Parizod va Parizod guruhi programmadan ayrim qo'shiqlarni ijro etamiz. Chunki hamma ham prezentatsiya keladigan yo'q, hamma ham yangi programmani ko'radigan yo'q. Shunday ekan men ayollar bilan davom ettirmoqchiman. Har bir ayol o'zini sevgilisiga, o'zini yoriga qirolichaman deb o'ylaydi. Va shunday hamisha qiroliklaringcha qolinglar, hamisha qirolicha bo'lib yuringlar, erkatoy bo'lib yuringlar. Qirolichaman qo'shig'ini ijro etamiz. Irodaxonni davraga taklif qilamiz. Marhamat.
Xayridaxon. Undan oldin Parizod o'ynagandi. Mana bu yil Irodaxonni ham yana qaytib sahnaga chiqardik. Menimcha, sizlarning qarsaginglar ostida hamma san'atkor faqat sahnada xizmat qilsin sizlar uchun. Rahmat Irodaxon. Sekin-sekin o'yinga kulgu qilamiz, endi turasizlarmi? Har qalay bayram kelyapti, yangi yil kelyapti. Ded Morozga bilmadim ishonasizlarmi yo'qmi, lekin men ishonaman. Bu o'lgur kelib qoladi Ded Moroz. Ol sanga deydi. Agar qorninglar to'ygan bo'lsa, to'ymagan bo'lsa, mayli yeb turishinglar mumkin salat palatda. Lekin men aniq bilaman, 95% ayollar hammasi dietada. Lekin dasturxonlar to'xtamay patnislar qatnab turibdi. Xudo xolasa, yangi yildan keyin sport klubga boshlaymiz hammamiz. Shunday ekan hammani davraga taklif qilamiz. Faqat sizlar uchun ijro etamiz. Go'zal ayollar, yaxshi erkaklar, hamma davraga. Bayram sizlarga. Marhamat.
juda ham o'tchilar yurak osidan bu olamni o'tishdan bormoqdaman xayolga oqib tantanadi senga yuragim faqat o'zing deding tilagim yanoqlaringni so'g'lola sho'ringlaring xuddi shalola gulum 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 oq gulum bu shodlikdan dil to'zilib gulum 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 oq gulum umr bo'yi islagan gulum 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 oq gulum bu shodlikdan dil to'zilib gulum 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 oq gulum umr bo'yi islagan gulum Qilmadim boqib senga bag'rimni buncha xushro'y bonib seni jamoling qo'lga oldim kuylamoqqa men torimni buncha xushro'y bonib seni jamoling sen deganda ulardan kechdim men xomush ko'rsam har gal zahar ichdim men bir jilvanga qanot bog'lab uchdim men buncha xushro'y bonib seni jamoling 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 xushro'y qalbimda chiroying bo'lguy hayajonlar o'zimda bo'laman hayron buncha sen xushro'y xushro'y jamoling jamoling xushro'y qalbimda chiroying bo'lguy o'zimda bo'laman hayron buncha sen xushro'y xushro'y yashang kamalakda jilva jilvalasang baxtular yuragimda otash to'lar o'tlar sadoqatga tutash bo'lib baxtular buncha xushro'y bonib seni jamoling har kimlarga maftun bo'lib boqmaysan qulog'ingda tillo tillo zirak taqmaysan uzuksiz ham sen kimlarga yoqmaysan buncha xushro'y bonib seni jamoling 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 xushro'y qalbimda chiroying bo'lguy o'zimda bo'laman hayron buncha sen xushro'y xushro'y jamoling jamoling xushro'y qalbimda chiroying bo'lguy o'zimda bo'laman hayron buncha sen xushro'y
qolmasin, gumon oq ko'ngillarga hadik solmasin. Yo'llar qarab sog'inchdan ko'zlar tolmasin. Kulib yashang hayotdan, quvonib yashang. Yashang, 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 kulib yashang hayotdan. Yashang, 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 quvonib yashang hayotdan. Yashang, 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 kulib yashang hayotdan. Yashang, 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 quvonib yashang hayotdan. Aslo yamonga bir marta kelamiz bu yorug' jahonga. Shukronalar aytingiz bunday zamonga. Kulib yashang hayotdan, quvonib yashang. Yashang, 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 kulib yashang hayotdan. Yashang, 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 quvonib yashang hayotdan. Yashang, 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 kulib yashang hayotdan. Yashang, 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 quvonib yashang hayotdan. Yashang hayotda, quvonib yashang. Bu 5 kunlik dunyoda sizni nektar. Bu sinovlar ham bir kun o'tadi ketar. Baxtli odam dunyoda shodumon o'tar. Kulib yashang hayotda, quvonib yashang. Yashang, 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 kulib yashang hayotda. Yashang, 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 quvonib yashang hayotda. Yashang, 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 kulib yashang hayotda. Yashang, 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 quvonib yashang hayotda. Dildan qaydan gumonni armon qolmasin. Gumon oq ko'ngillarga hadik solmasin. Yo'llar qarab sog'inchdan ko'zlar tolmasin. Kulib yashang hayotdan, quvonib yashang. Yashang, 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 kulib yashang hayotdan. Yashang, 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 quvonib yashang hayotdan. Yashang, 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 kulib yashang hayotdan. Yashang, 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 quvonib yashang hayotdan. Yangilarimiz barabar qo'ray bo'lsin. Salom alaykum. Rahmat, salomat bo'linglar. Doimo o'ynab kulib yuringlar. Hali davrani tark etmaysizlar. Men babamni sog'indim ey, izlari qaniye. O'zligimni sog'indim, or-nomus qaniye. Yolg'on ko'p hayotda, rostlarim topmadim. Jay namozlar qo'lida-yu, iymoni qaniye. Nafslariga hokim bo'lgan insonlar qaniye. Belbog'i bor belida yigitlar qaniye. Gaplarida yolg'oni yo'q, rostgo'ylar qaniye. Haromlardan qo'rqadigan hojilar qaniye.
Yüzlərdə bir çinoyli İbosu qani Min babamı sağındım yüzləri qani Özlüğümlə sağındım arnamız qani Yalğanı köp hayatda rastların tapmadım Cay namazlar kulda yok imanı qani Yalğanı yok köp dünyada Cay namazlar kulda yok imanı qani Hamyurtlar, bugun mana Samarqandda Almaz Zolotoy dvoriz restoranida mana juda bir chiroyli bayram, yangi yil bazm bo'lyapti. Mana shu fursatdan foydalanib men barcha Samarqandlik hamyurtlarimni, otajon, onajonlarimni, barcha azizlarni yangi yil bilan chin dildan muborakbod etaman. Yangi yil hammamiz uchun baxtli, omadli, quvonchli, xursandchilik yil bo'lsin. Bayramga ulanadi, yurtimizga ko'z tegmasin. Yurtimiz tinchligi, xotirjamligi yangi yilda ham davom etib, bayramlarga ulanib, xursandchilikka ulanib, faqat yaxshi kunlarda, shunaqa bayramlarda sizlarni qutlab, yangi qo'shiqlar bilan xushnud qilish nasib qilsin. Yangi yilingiz muborak bo'lsin. Tabriklaymiz.
barakalla. Sizlar bilan maza qilib yangi yil kutyapmiz lekin. Adoing bo'lganmiz seni O'zbekiston. Samarqand shu yerdan turib butun respublikani tabriklashimiz kerak. Ura! Yana bir bor assalomu alaykum aziz samarqandlik yurtdoshlar. Hammalarni davraga taklif qilamiz. Qo'shi ko'zi qaram, avraydi u balon. Qo'shi ko'zi qaram, avraydi u balon. Dardimga bir davo, sevib qoldimmi? Ay dardimga bir davo, sevib qoldimmi?
ko'zi qaro, avraydi u balo. Qoshi ko'zi qaro, avraydi u balo. Dardimgadir davo, sevib qoldiman. Opalar. Dardimgadir davo, sevib qoldiman. Qoshi ko'zi qaro, avraydi u balo. Qoshi ko'zi qaro, avraydi u balo. Dardimgadir davo, sevib qoldiman. Dardimgadir davo, sevib qoldiman. Qizil shapka. Shuhrat aka. Shokat aka. Siz uchun bu. Men bilan ketar so'nggi degan kecha qizil shapkacha. Ismini aytmadi shu paytgacha qizil shapkacha. Nozi furoqi borar qaytgacha, baland dimog'i borar qaytgacha, baribir ketar so'nggi degan kecha qizil shapkacha. Nozi furoqi borar qaytgacha, baland dimog'i borar qaytgacha, baribir ketar so'nggi degan kecha qizil shapkacha. Ketar so'nggi degan kecha qizil shapkacha. Ismini aytmadi shu paytgacha qizil shapkacha. Oyog'ida doim baland boshlacha, qo'llarida qalam bardosh o'ynacha, o'zlariga orom berib boradi qizil shapkacha. Oyog'ida doim baland boshlacha, qo'llarida qalam bardosh o'ynacha, o'zlariga orom berib boradi qizil shapkacha. Yonimdan, o'radi jonimdan, bexabar holimdan, qizil shapkacha. O'tadi yonimdan, o'radi jonimdan, bexabar holimdan, qizil shapkacha. Nozi furoqi borar qaytgacha, baland dimog'i borar qaytgacha, baribir ketar so'nggi degan kecha qizil shapkacha. Nozi furoqi borar qaytgacha, baland dimog'i borar qaytgacha, baribir ketar so'nggi degan kecha qizil shapkacha. O'ynab charchadingiz Samarqandlik hamyurtlari. Yangi yilda yaxshi kunlarda ko'rishguncha endi mayli. Albatta hamyurtlar, yangi yilda ko'rishguncha. Bugun davramiz juda chiroyli o'tdi. Qolaversa mana Almas Zolotoy dvorets rahbariyatiga, xodimlariga, tashkilotchilarga, barchalariga kattadan katta rahmat deyman.